Mahalla raislari ham hududimda shuncha ishsiz, shuncha kambag'al bor, loyiha qilib ber deb bankirlarga nega masala qo'ymaydi? Shuning uchun ham ko'p joylarda odamlarni qiynayotgan muammolar vaqtida yechimini topmayapti. Masalan, xalq qabulxonalari orqali shu yilning o'zida 87 ta mahallaning har biridan 200 dan ortiq murojaat kelib tushgan. Endi savol shuncha vakolati bo'lib hududlardagi muammolarni hal qila olmasa, 7lik nima uchun oylik olayapti? Boshqa bir misol, tashabbusli byudjet dasturi doirasida mahalla infratuzilmasini yaxshilash uchun har yili mablag'ni ko'paytiryapmiz. Bu yil 7,5 trillion so'm berilyapti. Lekin shu paytgacha 2136 ta mahallada bironta loyiha ushbu dasturda g'olib chiqmagan. Viloyat tuman hokimlari nima uchun bu mahallalar raislari, faollari, nuroniylardan so'rov qilmaydi? Nimaga hududlardan saylangan deputatlar bunga beparvo o'tiribdi? Aslida mahalladagi hamjihatlik, daxldorlik, tashabbuskorlik mana shular bilan o'lchanmaydimi degan savol meni albatta tashvishga soladi.